Assalomu alaykum aziz do'stlar, hammaga xayrli kun. Mana Singapur shahrida bugun o'qishimiz ikkinchi kuni. Singapurda hozir soat 7:45 bo'lyapti. Mana o'qishga shoshilib ketyapman. Singapur shahrining ko'rinishi. Mana piyodalar o'tish joyida qizilda turibman. Singapur shahri qanaqa chiroyli, qanaqa go'zal. Xullas ertalabda yomg'ir yoqqan. Yomg'irdan keyingi holat. Yo'l ochildi bizga qiziq. 22 sekund ekan. 22 sekund ichida o'tib ketishimiz kerak. Yongandan keyin harakatlanish kerak ekan. Qoidani hech qachon buzib bo'lmaydi. Agar qoidani buzadigan bo'lsak, katta shtraf bor ekan. Shuning uchun yashil chiroq yonishini kutib turibman men ham. Shahar ichidagi daraxtlarga qarang, tanasigacha yomg'ir yog'ib ko'karib ketibdi. Ana bizga yo'l ochildi. Endi qayerda bo'sh joy bo'lsa, o'sha joyda yashil zona qilishar ekanda. Singapur xalqi nihoyatda tabiatsevar shekilli, tabiatga juda katta e'tibor qilar ekan. Shu mana shu olayotgan suratlarning hammasi ko'cha, Singapur ko'chalari. Singapur shahrida yuqoridan ko'rinishi. Nihoyatda go'zal. Unaqa shahar gap yo'q, shaharga gap bo'lishi mumkin emas. Tabiatini qarang, shaharni qarang. Shaharni ko'ring, tomosha qiling. Bu daraxtlar uyimizda 2 oyda o'sadi. Xullas Singapur davlatida havo isib ketmas ekan. Hozir 27-28 gradus ko'rsatyapti, ya'ni issiqlik 27-28. Quyosh ham chiqmas ekan, ko'p yomg'ir yog'ar ekan. Mana yetib keldik. Qo'qat akam. Kamol akam.